Tasavvur qiling, dunyoning top 800 ta universitetiga kirgan AQSh va Yevropani vaybini beruvchi kampusida o'qiyapsiz. Tashqaridan qaraganda bu 140 yillik tarixiy bino. Ichkariga kirsangiz esa butunlay zamonaviy universitet muhiti. O'rtada esa ochiq bog' bor, darslar orasida talabalar shu yerda dam olishadi. Kofezni kampus ichidagi Starbucksdan olasiz, shu eshikdan chiqasiz va mana bu manzara har kuni ko'z oldingizda bo'ladi. Mana bu esa laboratoriyalar, zamonaviy kompyuterlar, loyiha qilish va darslar qilish uchun qulay muhit bor. Old School Angliya universitetlarini vaybini beruvchi Kadrxas universitetining kutubxonasidamiz. Kampus hayoti ham juda ham jonli, har xil davlatlardan kelgan studentlar, tadbirlar hamda klublar mavjud ekan. Eng asosiysi, darslar butunlay ingliz tilida olib boriladi. Yana bir muhim jihat, bu yerda faqat nazariya emas, haqiqiy loyihalar orqali ta'lim olasiz. Yana bitta katta farq, Kadrxas universitetida siz semestrlarni faqat imtihon topshirib tugatmaysiz. Project Base yondashuvi orqali haqiqiy loyihalar ustida ishlab tugatasiz. Lumiko Group orqali esa Kadrxas universitetiga siz $14,600 grant olish imkoniyatingiz bor. Grantdan keyin kontrakt narxi $5,400 bo'ladi va uni ham 2 ga bo'lib to'lash imkoniyatingiz ham bor. Batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring, biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz.